Sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim intayin ko'p. Aytib bo'lolmayman. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytlar balkim. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her o'ylasam as yodimda bor edingiz, mana bugun huzurimga xush keldingiz. Uyda gol safarda choch osrimoq bo'lsang agarda hamromonga har kuni Allohning nomi sarkarda 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 yeza va shaharda sarkarda sarkarda hamroy sarkarda yurishlik mahsulotlari Namı dastan qadam yetken hamma yerda bizga hamroh nega borsak bu sarkarda. Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati tojdorligida o'tkazilayotgan xush keldingiz programmasining bugungi soni o'zlaringlarda bo'layotdi. Men Abdulla Abdurahim. Har qanday odamning hayotida esidan faqat chiqmaydigan bir hayot bosqichi bo'ladi. U balkim bolalikda yoki savodashlikda yoki sapdashlikda degandek. Bunun guvaç bo'lgan Amina Ömer to'g'riliq bir paralashmaqaylik. Endi Amina to'g'riliq gap qilsak, sen gap qilsang bo'lmaydi-ku. Lekin o'zim maqtagan, birinchi aqmaq, xotinni maqtagan, ikkinchi aqmaqdan boshqa bir aqmaq bo'lib qolasa. Men deb baqaymi, Muxtar deb baqsinmi? Sen deb baqsan. Amina to'g'riliq gap bo'lib qoldi. Bu sinfda doim deydigan bir gapimiz-ku bu. Abdullahning keshi bir qator menga ranjigandan boshlab bir dey. Bu ranjigani Qasdan ranjish emas, chaqchaq qilib ranjigan-ku. O düşüy dedi bir kuni Abdullah, ha desam, bu men Aminani olaman deb shunda ozlab, amallab kundib ishlab yurib olsam, sen deydi ekansan, men siz deydi ekanman. Dedi bu. Shuni men dedim, men bu ishqinlar shu muhabbatlashib endi onunla ben aralashmadim, lekin Amina bilan yaxshi saboqlashdim. Dedim bu nemish qilib, Amina men sen deydigan bo'lib qoldim desa, bu böyle itotilda ko'pincha biz Amina ikimiz boshrolinchi o'ynaymiz. Unda bo'lgandan keyin biz resmi bu sellishib o'tayotgandan keyin sen kelding. Bütün başrolni ham men ma'noli o'ynadim. Lekin keyinda Aminani bo'ylab oldim. Hem Amina'mı bizim sınıf savaşlarımızın içinde şu en oldun Katar'da mangal münevver savaşlarımızın birisi hem de bayan muhtardan da yok. Biz ekranga çıkmaya vakılda Amina şu an en çağda bizim Tianşan Kino Stüdyosu'nda işleyen bir komediyelik bir çoğun tutulu kinoda, çoğun kamışlayan bir kinoda başrol oynayan. İsimli kılıçça ben şu vakıda kino degen kanda olduğunda da koşulup bizden öyle bir ammavi artist Katar'da birip sen de bir dapçıklarga isimli var. Şu vakıda bana şu kinonun o'zida. Şu kino to'g'riliq bizning grupadagi bolalar bir kichik pendan tayyorlabdi. Biz uni ko'rib baqsak hozir esimizga kelishdi. Amina men şu vaqtda qizlarimizning ichida tunji qitin. Orası bizim qizlarning ichidami cho'ng kinoda rollab baqqanlar shu sen bo'lib qolding xudo hozirga hech nima bilishim yo'q. Esimizga keldi. 好姑娘，我求求你了，快把你的狗看起来！谁叫你随便偷东西来着？ Sırışkanda mensiz bilen köl boyda idim. Nasıl kıldı cemaliniz ay mekin dedim. Mehmet'ini kınca kürüp, Kur'an'ın ebden yüzden, devrimizde ona kalkanlar, mekin dedim. Çıkılıp şu vaqtda şaroitida bu sizlar bak yaxshi o'tgan, o'rningda ekan, mana vaqtlik farzandlaring oldu, oilangiz shunday yaxshi oldu. Rahmat ada işte. Amina, lekin men dastlabda men sal o'kingan shu. Nimadan desa bu, chunki bizningki qizlarimizning ichida nihoyat yaxshi bir aktyordi bu. Orliqda bu sandan to'xtab qoldi. Chiqmadi emas, chiqdi. Anda sanda chiqdi, lekin bu izchillikni qilish kerakdi shu. Keyin men dastlab bu nemish qilib bunday qilgandu Abdullah zulm silib chiqmasa. Unda o emas degansa Belki ya Abdullah unda eski emasdi. Belkim Abdullah'nınki muş kesbini texim rivojlantirish uchun o'zi qurbonlik berib, Abdullahni sende ko'tarib chiqib o'tibdi.
deb qaradim. Buni nimadan his qildim desang, ayni chog'da men seni kechiligingga bordim, gulga chiqardim xo'ras. Shu vaqtida men seni kiyimingga diqqat qildim-chu, Aminaniki uning ustiga shu tik kuchlikdimi buniki, layla chatimi bu talanti bor. Anda bo'lgandan keyin shu vaqt qarasam, sening kiyimingni hatto endi yeningdagi Mo'minjon bilan yana ashkalarning kiyimi o'xshash turdi. Cho'qim Amina qilibdi deb men birsini so'radim. So'rasam Amina qilib turibdi. Demak, shu sana kiyim-kechakdan tortib, ashni tayyorlab, ashni qilishning o'zi bir oqsat bu-chu. Menimcha Aminaniki sen uchun to'lgan bedeli az emas. Bu jihatda bulapma shu kasbni ufti qozongan bir erlar uchun mana shunda jon ko'ydiradigan sening mening ayolimdek shunda ayollar bo'lmasa, bu taraqqiy bo'lmasa xotinamgan ufmaysa uni. Sen yosh o'rnashsan. Demak, Aminaning demak o'g'lim shu sen uchun seni bojong har tarafdan qo'llab-quvvatlashiga o'zini qurbon qiladigan bu ruhga men rasmiylikqa opini aytmay qolmayman. To'g'ri, hamdaylikqa maktabda shu sen degandek shu bizning munosabatlarimiz oxirgi yilga borganda hamda maktabmi uning ruxsat qildi. Dastlabda o'quvchilar o'tirisida muhabbatlashishga bo'lmaydi, qattiq chin o'qish. Bizning vaqtimizda o'qish bak chiqdi. Haqiqatan tuzummi chiqdi. Biz oxirgi yillarga borganda o'zimiz o'tirisdagi munosabatni oydinlashtirib maktabdagi savodoshlarimizmi, ma'lumlarmi uning hamda bo'pti dedi. Shundaq bu shu maktabdagi vaqtimizdan tortib bu menga nisbatan mayli o'qishda bo'lsin, mayli turmushda bo'lsin, yaqin turdi shu mushu yaqinchilik uzun mazgillik aralashish bizning o'tirimizda bir o'rtaq til paydo qildi-da endi. Bir-birimizga ishonch, muhabbat shu ismni qilishchi shu bir oxirgi yildagi bir tug'ilgan kuni bo'ldi. Mening tug'ilgan kunimga uning bir rasmlarimi uchrab qoldi. 10-ayning bir tug'ilgan-ku. 10-ayning bir bu mening tug'ilgan kunimdagi bir rasm ekan. Endikisi bizning savodishimiz xon qiz ekan. Meni ko'ymaychiman. Meni chaqirmabdi ekan sen shu vaqtda. Sen bu bor rasmga chiqmay qolibsan. Matribda o'xshamdim men. Sen tortdingmi taxmish rasmni? Unda hammasi bor. Shuning bilan bu shu kuni menga shu maktab hayotida bir tug'ilgan kunimga bir sovg'a taqdim qildi-da, adash. Bu sovg'a taqdim qildi, bu menga bek yarab ketdi. Chunki biz maktab hayotida hamda soğuğunu kuchini alaydi deb Ishqibek ta'sirlandim. Chunki bu mush so'g'ini tayyor qilishga boshlaganiga necha oy, hatto 20 yilga yaqin o'qish bo'lgandan keyin o'zining qo'ldan kelishicha bir to'qimchilik bilan shug'ullanib ketdi-ku. Baka vaqtda o'sdan to'qiydi, yana chuvitib, yana to'qiydi. Shuni o'ylab qarsam, tug'ilgan kunda buni akiribdi. Bu shu men kiyib olgan bu qizil mayk shuki. Tug'ilgan kuniga so'g'ilgan qizil mayk. To'qimchi qiz bilan padishigitning ikkisi. Shu vaqtida endi o'quvchi bo'lash sifatimizni menda bir xil hayajon paydo bo'ldi. Rahmat. Gerçi mesela bozorga chiqsa ya 50 ko'g'ala ya 30 ko'g'ala uning pulini ichirmaslar, lekin men ajr qilgan narsa millionga tengdasiz narsa. Albomlarimni aqtirib baqsam, mushu albomning ichida biz to'y qilgan kunida men mushu maykini kiyib oldim. Boshqa maykan yo'qmi-da? Yo'q o'xshaydi. Ya ashini naydi bak muhim bilibman-da. To'g'ri, shu aqidani bak muhim bilibman-da. Shuning bilan shu maykini kiyib oldim-a. Odam boshqa bir turmush ta'sir qildi emasmi? Bu maykini bakkaydi mushimi voy bo'ldi mushini bak kiyib ketdi o'zi menga yarab ketgan o'xshaydi-ku. Adash bu bir muhabbatdan bitgan narsa bo'lgan ekan. To'xtamam tukansa sen jab ko'nglim kelyapti men. So'ng sharp to'qpas qanday bo'ldi? Hech qanday emas, jidal chiqdi shu. Jidal chiqdi shu. Bu maykini ko'nglavami? Ko'rlik saqlab qo'ygan buni. Garchi ko'ndirib ketgan bo'lsa-mu, ishimizning tunji qitimqi bir-birimizga so'g'i taqdim qilgan ishimiz bo'lg'ashqa, uni ustiga buni Abdulla bek aytib olib ketgashga. Ko'ndirib ketgan bo'lsa-mu, saqlab qo'ygan mana ko'rpekmilar. Bu maykini. Uzab ko'ray. Keyga vaqtida ko'rgan bu. Ama aşırı Türk'ün bu. Ya mağbek tunuş bu. Şu bunun nayt aqidi bilan qilgan ish bo'lgandan keyin men o'zimmi buni nayt cho'ng bilib, hamda har qanday bir muhabbatlashga yosh bolaning ashdan unutilg'isiz bir xotirlar bo'ldi. Keyin Abdulla Mozi debchi. Ashdan Mozidan birini qilib, sen tikpagan, to'qpagan narsalarning hammasini chaplaylash. Shu hatto to'y kuni sami bor to'yda. Shu to'y kuni mushni kiyayotgan bu buni nayt evak aytib saqlaganning o'zimi men shunda o'yladim hamda bu Amina mening savodishim, ayolim, hozir hamda bolalarimning onasi bo'ldi. Uning ustiga uzun yil xizmatdash bo'lib ishladik. Menga bir tutgan pozitsiyasi, menga bo'lgan bir hurmati, muhabbati deb tushunaman.
Bu Amine sana daim işte bir nesini tokup verip tikip verip bulam ötemte sen anca bir nes ep verem tam. Yo, men epirdim. Ey sen aç Amine'nin pulunu heyecanla bakışıp durup kesin. Tapsamlı kiyim ep verip etdim. Şu onundan başka bu şu hazırki kelgiçe mening şu sahnidagi besimimni tuvaltish uchun hatto sahni kiyimlarini o'zi loyilab, o'zining ash qo'ldan kelishicha kecha kunduz uxlamay degidek ashunda tayyorlab turdi. Qachon qutulgansan? Mushu qo'lim bilan har birsini mushtaq bu shaklini chiqarib olib turib, mushtaq tikib chiqqan. Kechalab uxlamay har bir Onun üstüge ülgütüş gerek, vakit mi? Biraz Abdullah sen bir kömsen bula, özden bilsen bula. Ben kiyip bakkam mı? Resmi Jackson'a gidek çıktı. Endi Kolonga detken misin? rahmat. Boya sağdaşlarımız degandek, bunun haqiqiy bana bir kişinin dilidan kuyunishi bo'lmagan bo'lsa, balki mening nurg'un ishlarim hozirgidek bir muvaffaqiyatli bo'lmasligi mumkin-di. Aqimizda bir nihoyatda xushal kayfiyatimizni to'g'rilab turadigan, aqsab xizmatlarimizni yaxshi qilib turadigan bunday bir odamning bo'lganligi bir kasb egasiga nisbatan muhim o'rin turadi ekan. Shunga ham saboqdishimiz bo'lgandan keyin Aminami o'zining bir ko'nglini bizga bir izhor qilib baqsa, yurak so'zlarini anglab baqsaq. Hozirgi kishi yurak so'zlarini deyishmaganmi o'yda? Sen boya deyish baqmagan. Boyatnam sizlar deb o'tdinglar Amina kinoda dastlabda saboqdoshlarning ichida rol o'ynagan, mayli naqshi bo'lsa rost degandek, menmo intayin o'zimning kasbini intayin yaxshi ko'radigan bir aktyor ham naqshi istammo xilqamlashtirib italaydigan bir naqshchi bo'lib ketdim. U maktabni o'qish jarayonida u hammamizga ayon, o'zaro hammamiz tangtirishib, har jihatdan biz cho'qim natijali o'qish bitkazsak, yaxshi yerga xizmatga o'rinisha olamiz deb ayni chog'da talash tortishdi bizning sinfning shundoq bo'lib ketgan. Voy kino studiyasi oyoqdan, opera o'makmayaqdan yaxshi yerlarga intayin chiroyli hammamiz o'z joylarimizga yaxshi o'rinlashdik. Saboqdoshlikdan xizmatdosh bo'ldik. Intayin bak yaxshi o'tdi shu jarayon bir yil. U yerdagilarga undan ta'sir berdik. Ikkimizning muhabbatlashganimizni chon tutmay cho'nglab kelib zatat ashta qilib judoq. Tuqsiz voy bular yaxshi o'tdi-ki, ajab bir oshkorlamabdi, voy to'y qilgan bo'pti dedi. Shu to'y qildik. Bu angacha dadi bo'ldi. Dadi bo'lgandan keyin bu yosh vaqtida to'qilgan narsa tarkib qoldi. Mani endi kiymang deb, buni men qanday saqlasam bo'ladi deb bir yostiqning qiytig'iga chiroyli o'raplashni ichiga sevatdim. Bo'lmasa mundaq bir tuqqanlarning da balla kelib qolsa, voy kiyada berib etib qilishimiz mumkin. Shu oshning ichidan deb chiqdim. Qo'lan qil konvertisiniki mushuk kelgan cho'paylik. Mushuk men ras boshqa narsani har qanday o'zimning narsasini berib etishga rozimanki, buning narsasini berib etishga hargiz rozi emas. Demayman hech kimga. Hatto bir tal yilib ketgan paypoqni tashib etishga shundoq ko'zim qiymay oladi. Ashunaq nima qilmayman. Bu bir shundoq cho'nqur muhabbatning bizningki buning bilan muhabbatlashishimizga sababchi bo'lgan har qanchinglardek esil saboqdoshlarim mushu ikkimizning muhabbatining quvvatchilari. Shunga bu odamni men shundoq aqida bilan shundoq yurgimning eng cho'nqur yeri bilan bola degana buni tushundim. Bu balni shundoq yaxshi ko'raman. Uning ichiga har qaysinglarning kim u nimasi singan bo'g'ashqa shundoq yaxshi ko'raman. Demakchi. Shu demisimi bu o'yliqma turmushda oila uchun, sen uchun to'lagan bedellar oz emas shu. Gerçi jafo tortganim bilan mayli turmushda mayli xizmatda bo'lsin, lekin turmushda ko'proq meningki vaqtim shu Abdullaningki kaynidagi oqsabdagi xizmatlarni qilish, bolalarni yaxshi tarbiyalab, buni xotirjam qilsam, endi bu bugungidek yaxshi natija erisha oladi. Shu ayollarning muhabbati shuni qaraganda chekdan eshib ketgan ekan deyman. Qara. Alla qaraganda. Men shundoq Do'st faqat bu muhabbatni og'zini deb olsa. Lekin ama erlar yurkidi biladi demaydi. Og'zi deb olganda yurakni bilgan cho'ngrog'imga deyman men. Men uni odatda ifodalab bo'lgandan so'ng shundoq
bek chunqurlab ifodalab keng doirali qilibdi. Shunga qarab. Shu mening demoqchi bo'lganim shu, shundan qaraganda bir ayol kishining eng cho'ng burchi uyda bo'ladi-ki, oilada. Agar shu oilasining ishini to'g'ri bir taraf qila olsa, yo'ldoshining xizmatiga yarasa, farzandlarini yaxshi tarbiyalay olsa, bu asli shu dunyodagi eng ulug' insonlardan sanalsa bo'ladigan kishilar ekan. Chunki farzandlarni qataq qo'sh u yoqda tursin, bularning 9 oy 9 kun qo'saq ko'tirishi, doktorxonadagicha bu mushaqqati, undan boshqa tarbiyalash jarayonidagi ajr mehnati hammasi xuddi biz hozir bir er kishi bo'lish sifatimiz bilan o'ylasak, bizning qo'limizda hech qachon kelmaydi. Asosan degidek ayollarmish bolalarni tarbiyalab chiqib xato qo'ysan shu ayollarkin shu. Bizlar kichik vaqtimizda uqmay ekanmiz buni. 2005-yili Mustaq kelgan mehmon degan muzikalik teatrni bizning idora sahnalashtirdi. Tunji qatam muzikalik bir teatr ishlanishi. Shuningda bu Abdullah bilan Abdullah deydida, sen mobilni tug'ib xili qataq qo'shding, endi sen mo sahnada rol o'ynasang bo'ladi. Bize tirishib baqqan deb shuning bilan u davlat tilida o'ynalgan asar. Ma'qul deb shuniki naqshi nimalarni akirib o'ginib degandek yetaklash bilan rejissorlarning idoramizning qo'llashi bilan Mustaq kelgan mehmonda bosh rol Rasgulandam, Jingulandamning rolini Abdullah Amirning rolini o'ynab, mamlakat bo'yicha 6 musobaqaga uni 2009-yilgacha o'ynadik. U asar shu elishq tegishli mukofotning hammani oldi. Shuningda men o'ynab chiqib murodimga yetib oldim. Naqshinimi aytdim, rolnimi o'ynadim. Shundaq yaxshi naqshlar bor yo'ntam deyolari birga aytadigan. Uning keyindan Almaxon degan yana muzikalik teatrni ishladi. Uningda Nayma deb bosh rolchininki inik onasining obrazini yaratdim. Undan bilak itotlar bo'ldi, yana boshqa asarlar bo'ldi. Ish qilib, ekranda ko'rinmagan bilan idoramizning vazifasini to'liq ado qildim. Sahnada ko'rinib turdim degan. Sahnada ko'rinib turgandan keyin tashkilimizmi menga buningga natija bersak bo'ldi ekan deb davlatlik birinchi daraja degan natijani berdi. Demak, bu masalan Obaydan beri dedik Abdullahning oldi kayinida mundaq xizmat andaq qildik, qo'lladim dedik. Gerçi bu ishlar jafoliq bo'lgani bilan men uchun mushu xalqimiz Abdullahning naqshlarini söynib anglasa, xalqimiz buni qo'llasa, shundaq beshiga elib ko'tarsa, men uchun baxt deganning o'zi shu. Men buningga intayin rozi ham bundan keyinmi? Demak, shu Abdullahning to'pisining ichida sening to'ping bor deganga. Rahmat. Bundan keyinmi buning aşı davomliq sog'lom bo'lishini, tenining sog' bo'lishini, ovozining teximmi bilan yaxshi chiqishini tilash bilan birga yana davomli o'zimning kuchining yetishicha buningga popaytib bundaqlarni qilib birman, ham buning xizmatini qilishga roziman, ham bolalarimizning xizmatini qilishga baxtliman qisqasi. Rahmat. Siz uchun ham hammanglar uchun men yana baxt ichida deb o'ylayman. To'g'ri deysiz. Baya Aminam o'zining yurak so'zlarini aytish jarayonida ma'lumimiz Mayra apayni tilga ilib o'tdi. Shu bizning guruhdagi bolalar shu Mayra apay to'g'riliqmi azroq bir bizga bo'lgan bir tilak so'zlarini o'rlashtirib elib kelgan ekan. Chash go'zallashtirishdagi bo'sish xarakterlik mahsulot sarkarda chashni bir qitimda yuvib qaraydi, suyuqligi chechingizni jonliq paqroq qiladi, rangi o'nglaydi. Tarkibidagi odamga oziqlantirish javri chechingizni texnik sog'lom qiladi. Ishiltish intayin qulaylik. Chashni bir qitimda yuvish, bo'yash maqsadiga yetalaysiz. Sarkarda maxsus siz uchun ishlan. Bu tish asrashdagi bo'sish xarakterlik mahsulot. Tish asrashning eng yangi, eng unumli mahsuloti borliqqa keldi. Sarkard aql tish pastasi tish quritlashning oldini olib, tish sog'lomligingizga kapolat qiladi. Aqlli kishilarning tanlashi Sarkarda aql tish pastasi. Ko'rayotganingiz Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligida ep berilayotgan Xush keldingiz programmasi.
Mayra apay yaxshimisiz? Biz hozir sizni xush keldingiz programmamizdan ziyorat qilyapmiz. Abdulla Abdurahim apandim, Amina Umar xonim, Muxtar Abdulla apandim va Abdukiram Ablus apandim qatorliq mushunaq cho'lponlarimizning hammasi sizning sinfingizda o'qib ekan. Mushu cho'lponlarimizning oliy maktabdagi o'qish ahvoli to'g'risida ozroq so'zlab bergan bo'lsangiz. Bu Abdulla Abdurahim qatorliq o'quvchilar 88-yil maktabga bizning Ishshuyanki drama fakultetiga o'qishga keldi. 87. Apay 87. Kurs qurdik. Shu to'liq kursning o'quvchilari, birinchi qaror o'quvchilari bular. Naqsh darsida naqsh ovozini chiqarish asos silish uchun bular go'zal ovoz mashqlarini asos qilib tarbiyalaydi. Buni qarta Abdulla sal yetişemey kaldı. Çünkü Abdullah'ın asıl özündeki tabii şarçıraydı. O güzel avaz maskemeydi. Yumuşakta olsun. Duş gelip sen ruh icadın tesir gösterdi. Şu vaxtlarda özünün şu güzel avaz biraz kıymevatkalığını, güzel avazını kandak ilerlep kandak çıkırışını bilmeyatqanlığını bana aytqan ekan, men dedim siz özünüz avazınızı qanday chiqarishni xohlasangiz, shunday chiqarib aytaverin. Uni pek boshqa turib ketmang. Ash o'zingiz xohlab chiqargan ovoz, o'zingiz chiqaradigan ovoz, o'zingiz kifodlagan shu ovozingiz eng go'zal. Shunday aytaverin. Dedim, shuni bilan bu bola axir o'ziniki mushular. Ama bak naqshlarni etish yo'li olmadi. Endi o'qish jarayonida hamma ish bir xil ritmda bo'lmaydi. Ba'zi vaqtda har xil qiyinchiliklarga duch keladi, ba'zi ishlarni hal qilolmaydi, ruhiy jihatdan tushkunishidi. Shunday bir ahvolda Abdulla meni qishmagan kelgan vaqtda men shunday degan. Siz tirishing. Aldığınızı qarab mağayıverin. Siz kelgüsüde intayın yaramlılık, yaxşı bir sənətkar olub yetişmişsiniz. Şunçılık sizde şundaq bir asas var. Çünkü ben şundaq bolduğum közüm yetədi. Ama şundaq oquşlarını tərbiyəlab çıxaldığımız üçün biz buna ayti fəxrlənimiz. Tibobat tarixiy materiallarda zanchivil, jigdi yelimi, qahva uruqi qatorliqlarning choch chiqishni ilgari surib, bosh terisiga namlik yetkazib, chochni yiltizdan quvvatlaydiganlikka xotirlangan. Sarkardi şirkati bu xil o'simlik materiallarning afzalligini bayqab, sarkardi shifoiy yurishlik choch so'pinlarini choch asrashni maqsad, sog'lom chochga ega bo'lishni orzu qilganlar sundi. Choch so'pinlarini tanlaganimizda bexatar sifatligini tanlashimiz kerak. Chunki choch demak beshimizga toj demakdir. Sarkardi shifoiy xom zanjivil g'oli yurishlik choch so'pinlari. Ko'rayotganingiz Sarkardi xalqaro savdo cheklik shirkati tajdarligida ep berilayotgan xush keldingiz programmamiz. Bugun hamda mushu suhbatimizning oyig'ida savodoshlarim oddiy bo'lsin sizlar uchun men o'zimning bir ko'nglimni ifodalagim keldi. Shunda so'g'ga salom izlab xeyli bir o'ylandim. Maralashni kavdirni kelsanda misin? Shundan yaqinroq bir ish qildim. Buni jiq o'ylash orqali men o'yladim hamda hozir bizning davlatimizning umumyuzlik g'alliq saviyaga yetishda g'alaba qozonishga oz vaqt qolgan. Shuning harpsida ketayotgan butun Jungo xalqi shu namoratlikdan qutulib umumyuzlik g'alliq saviyaga yetish harpsida turayotgan mana. Shuning uchun kurash qilayotgan bir vaqtda Janub Shinjongning Qashqa viloyatining Pazvat nahiyasidagi dehqonlarimizningki yerlik mahsulotlarni dehqonchilik kooperativi orqali umumlashtirib, marka qo'yib, ism qo'yib, shu nahiyelik hukumatning, partiyakomning yardım orqali buni bu dehqonlarning yerlik mahsulotlarini sirtqa tunishtirayotganligini, chiqarayotganligini, shu orqali shu dehqonlarimizning kirimini ko'paytirib, alliq saviyaga yetish xizmatini ilgari surayotganligini tushunib yetgandik-ku, ular bilan maslahatlashib, menimcha dedim, bizning programmamiz cho'qim bu ishga o'zining tegishli kasini qo'shish kerak. Jamiyatga illiqlik, to'g'ri fikr, to'g'ri maydon, yaxshi bir kayfiyatni taratish kerak.
degan maydonda men shu dehqonlarimizning, ya'ni Fayzivat noyasidagi shu dehqonlarimizning dehqonchilik kooperativida ishlangan yerlik mahsulotlarni do'stlarimga, savoldoshlarımga sovg'a qilishni to'g'ri topdim. Bu Fayzivat noyasidagi dehqonlari, keng dehqonlarimiz, qarindoshlarimiz o'zi beg'ida noyatda ko'ngil qo'yib, tanlab bo'ldi, rahmat. Shu shundoq az Osmondan naq. Men qo'rqib kelib qoldim, men sani beraman. Rahmat. Hammamiz shu jamiyatning har qaysi qatlamlarida ishlayotgan shu savodoshlarimizga o'zimizning salomimizni yo'llash bilan bir vaqtda shu savodoslar maydonidan ustozlarimizga, xuddi Mayra opaga o'xshash, ya'ni bizda nurg'un ma'lumlar bo'lgan, har qaysi kasblarni, har qaysi ma'lumlar bergan hammalarga biz chin yurgimizdan rahmatlarimizni bildiramiz. Aldım aytıyorum. Siz müşteriler tüketmek mi ya? Sizin bir nakşa etmemizle kanda turan. Benim nakşam cık anılgan dikin deyman bu. Bana kılay bizim tunca getim İsa'da ama akan bir teksizip xatның arasına sap koyup ki. Sen bir salam xatı Yelki küz gelip özgürt mağına gül çiçek buldu xasanma. Dediğin bir teksizi geldi. Şu olan biz şu vaxtıyla bayam dedim ki biz ortatkanda götkende xatını tam okuduk. Okugandan keyin çıkıp bir tarz üzülüp ketken mi bir gitar bilen şurada bir icadet bolgan. Yatakta oturupmu? Muhtar Sema ba. Şulan kim bu nakşa cemiyet kim takıldı çıkmadı olup ketdi. Ay şu tunca ketim bize yatak çıkan icadeti onu bir etmesen kanda ola. Ne çalındım bunun da? Boş. Gel. Gelip uzun bana gül çiçek buldu hazan. Küz gelip uzun bana gül çiçek buldu hazan. Hasreti gülüm kuradı. Hasreti gülüm kuradı. Her kömürlerge ayar. Velikin ılık bahar mı? Çiğdimaz buna ama. Velikin ılık bahar mı? Çiğdimaz şuna ama. Kadriga yetkin kılır. Kadriga yetkin kılır. Erzini kıldım Kadriga yetkin kılır. Her kılırlarga ayar. Şinjan Sarkarda Xalqaro savdo cheklik shirkati ko'ngil qo'yib tujubillab ishlab chiqargan mahsulotlar oilangizda kam bo'lmasin. Albatta, u siz uchun salofat va latofat ato qilgusi. Xayr qarindoshlar, kelar sonda ko'rishaylik. Uyda gol safarda choch osrimoq bo'lsang agarda. Hamromonga har kuni Allohning nomi sarkarda. Sarkarda, sarkarda, yeza ve şehirde.
safarda Çaç asrımak bulsan eğer